Diqqat, jiddiy ogohlantirish. O'zbekistonliklar, tayyor turing, 12 martda O'zbekistonda sodir bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Shoshmang, bu yolg'on emas, bu asl haqiqat. Ko'rib turganingiz, osilib qolgan qorinni hozir bir zumda hech qanday operatsiyalarsiz ketkazishni yo'lini o'rgataman. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz va shokka tushib qolishingiz mumkin. Ko'rib turgan narsangiz bu original Columbia latex korsetlarimiz. Sizlarga buni e'tiboringizga havola etayotganimning sababi hech qanday operatsiya, millionlab pullar sarflamasdan bor yo'g'i arzon va bir necha so'm evaziga shu korsetni buyurtma qilib olishingiz mumkin. Natijasini o'z ko'zingiz bilan videorolikda ko'rib turibsiz. Xuddi mana shunaqa natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq Columbia original latex korsetlarimizni bizga murojaat qilib buyurtma qilishingiz mumkin. Qayerdan murojaat qilay deb savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Albatta, bizning raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa biz bilan Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana bir necha suratlari va qanday ko'rinishda bo'lishlarini, ya'ni real yana rasmlarni tashlab beramiz. Bizni Columbia original latex korsetlarimizning sifatiga 100% kafolat beramiz. Korsetlarimizni bemalol bir necha yil davomida taqishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz xohlagan natijaga erishguningizgacha taqib yursangiz bo'ladi. Korsetlarimiz suvga chidamli, kir mashinada yuvsangiz ham bemalol sifatini aslo yo'qotmaydi. Sizlarga hoziroq buyurtma qilishingiz uchun ajoyib taklif berdim deb o'ylayman. Biz bilan O'zgidromet 12 martda O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9 darajali, kunduzi 18-20 darajali bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Qor ko'chishi xavfi bor. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi deyiladi xabarda. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like tugmasini bosib qoldirishni unutmang.